Kasabet. Sen... Siz bir neymiş kılsız? Ben fakat uxmaptımın Xudayım tova. Eski köməkxanaga qulp sep qoymusanmı? Qaysı altın kümüşünü oğrab ketətdi. Senize xap. Yerim keçidi qarsamsiz qaytib kelmapsiz. Tala qarapa qaydab chiqsam, kömürxana hoğundek uçuq turibdi. İhtila kirib olmasin deb quluqlab qo'yibdiman. Sizning ichida ekanligingizni men nereden bilay? Yotqan. Voy. Nim boldun ey? Assalomu alaykum adash. Tinchlikmi? Yaxshi. Oqshom nim bo'lib ketdik ey? Nim bo'lib ketdik tang. Aroqni o'lgidek ichibdimi? Beshim og'rib turdi. Uning ustiga ko'mirxonda yetib qoldim degina adash. Meni demaysa, sodigan ketay jinim do'stim. Oqshom Rajab To'paqning uyida qo'ygan un olg'i lentisi esingda bormi? Qaysi? Eliq usul pardisi usul. Shundoq bir nimani qo'yganda qilib edi. Toza esimda qolmabdi juma. Sening toza esingda yo'q-kan a? Oqshom Rajab To'paqdan boshqa hammamiz usulga tushib ketgan gap. Men shu o'ynagan peti yo'l bo'yi o'ynab, uyimdim o'ynab ketibdim-a. Elimi kashop qopdi. Agar kunduz bo'lgan bo'lsa, haq nima deydi meni? Nima deydi? Uyga yetgan tekikan deydi. To'paqning uyga berib qo'yaylik, nima bo'lib ketdi u? Yura adash. Shuna qilaylik, yura. Qarangma atigi qilayotgan qiliqini, tabiatni sundirib, ariq ichib alsa Allohga chiqasan sen. Ha? Sendek balani boqqichilik hayvonni boqsan bo'pti ekan. Ustundan so'yilgan nejis. Ko'zimda yo'qol. Dadam tillabli ketdi danglar. Akşamki oturuşning oxir zat nim bo'lib ketdi. Yeliqi qirliq istakandagi haraqni ichkinimni bilima. Xudimni yo'qitib qo'yibdiman danglar.
Sadığan kete jinim dostum. Akşam şu ünalğında qaysı muzikini qoyğan boğuydun. Alamet muzik iken o. Hey, sana oldun mu şamalga usul oyna. Ben dedim go, hiç nimini bilmeymen de. Koyunla, bunun dinkinmiş arak degen necisini işkinci içmeyle. Ne buldu? Ne bulattı? Ha? Recepka, sizlarni opam chaqirdi. Voy, Abdülgayım bakındı. chapsa, jur ona bir bakayla. Nim deysa? akam o'zi hech Alitog'a so'zlaydigan bo'lib qoldi. Nim deydiganda, ma bola. Chapsa bo'linglar, chapsa. Ha, mana. Akşamkı iliq muzika, alamet muzik iken cuma. Astagfirullah, ne manda qiladigan ma. Canlanıp ketmeyevatıdı. İsimge alamayıvatı mı? Senin isminde bağ mı adaş? İsimde bağ mı? Bay ben sana hiç nimini bilmeyme dedim go. Bir vakitte to'nlab uyg'onib ketibdiman. Qarsam sizlar yo'q. Ünalg'u gijildab turibdi. Voy, nemish bo'ldi? Voy, nim bo'latdi balalarım. Bu balık nim bo'lgandi. Ha. Odamni tonimaydigan sarangdek bo'lib qoldi. Nim deydiganda. Akşam qayerda o'tlagan tingla balam. Ha? Voy xudoyim, bu balık nim Akşam bo'lgandi. ha Recepnikida o'tagan. Bo'lmasa burun qaytgan toq. Bu ne bo'ldi ikta? Degandan beri og'izga hech narsa solmadi. u yerda Odam yana tushunmaydigan bir berib narsa qolmagan deb da. o'ltirdi. Qanday qilaman? Qanday qilaman? Gap qilsam menimi tonimaydi. O'zining gapini qiplayatdi. Bak azrak ketmang, yaxshi qolar. Mayoqqa. Mayoqqa. Sol aşağı qırap mangdi. Kigiz baskan öküzdek. Bulbul bulup sayraydı. Emdi saat asaylı dostlar. Asmandaki leyleknin yançuğuda üç somba. Pomidorni yevaptı. Katmanni tangayli. Ançı munçı cırlaylı. Billi oynap çoğun bulduk. Kızlı gülü bombasa. Emdi çapan çıkmaymiz. Dervazanni içivet. Yaylaktaki mahallidek. Biz dostlarını söyümüz. Adem izleş ilanı. Kağı kondu terek. Abdul. Qadara qavalan adaş. Yaxşımsan? Salamet tuttun mu? Ağır miskenin oğlu mu sen ha? Körmeysen ko. Hey, yine işkirdin koni kiyimler ekilip set otam sen. Hey, elak vakitte bana sunulgan zayımlarını var ko. 50 somluk pul ne keyin ettim ben. Arif miskaning o'g'li o'lib ketgil 5 yil bo'lgan tursa. Shu emasmi? Tavb qildim xudoyim. Abdul. Hey Abdul. Man qara, terangni manga ber pulingni keyin olasan. Biz xaning rizqini yeydigan odamlar emas. Voy, bo'yingning yo'g'onligiga qaraganda terang yaxshida qilib turdi. Yuzing paqirab ketibdi. Sarrabga tushdingmi? Ha? Voy! Sababi ekansan-da. Man qara, ko'rmaysan-ku. Akang rahmeti talantlik samspesdi. Rahmetlik tamamlık cümenamızdan qaytib kelip men bilen arak içepti. Ne boldu? Ha? Tutqununun toxtumay midirgini qaraganda ayalыңды qıydap keçiçe ögüz etipsen de, ha? Qashqadagi Musa'nın tatı olay tapınını un ekkeldik kalıga, endi işini yemeymiz. Xudoyim tova. Qandaq mı qilaman? Qandaq xo'p qolgandi? Qandaq mı qilaman bu balani? Uyni guldek beqiyotgan balamni ko'z tegdi. Iloyim balamni qasliganning qasdini o'ziga yondirasan. Voy xudoyim. Qandaq mı qilaman? Qo'lingizga ishni tikib oldingizmi? Yo'q, dexe. Kira adashmish yashirasizmi? Shundan. Kimim tashliqmi? Ustam necha kun bo'ldi do'konga kelmayotdi. Asta. Xapamaysiz. Ustam tex kelmadi. Atga baqamsiz. Ati kelsam qandoq bo'ladi? Ati degan to'ydirsa. Voy, ustam keldi. Voy, nimada gapon surmaydigan odamsiz? Kimim taqib bitmadimi?
Qarang qanim. Xapo manga. Mush 5-6 kun bo'ldi, zodi mijozim yo'q danga. Ishqimni bugun kelishim. Endi meni bak oldirasınız. Atiga chip turpasam. Qanday deysiz, ha? Ata? Ma gapni ko'ring, atirgan to'ydirsa. Bo'pti. Amisa men hozirlab tutib beray, hozirla. Hozirlab tutib. Bu yoq o'tib turafkan. Acab chiroyli o'tiribsizlar, ha? Ishlab qo'yinglar ozroq. Qatam apasam, bu balaning ruhi ögüsü yo'q, uyning ichida qapti dedi. Ikkinchi qatam apasam, xon besib olgan odamning ruhi ep ketibdi dedi. Ma qatam apasam, chaqi yoqarvining ustida o'ltirib qapti dedi. Qandaqmi qilaman? Hoy jinim balam. Qandaqmi qilamiz? Voy xudoyim. Qo'ng'altaq o'tib kelgan tokur qotazni jitta xotinning maymoq yoqchiq chiqmasang qandoq topalaysan? Sungan begiz, eski kigiz xotin unudimi egiz? Sen uni tunumsan? Tonur beshida qaga qaqıldaydı navaydek. Egiz taqqa chiqqanda paypig'imni kim oldi? Keldik mana. Derizangni ichib ver. Chivinkosin uyinga eskichilik uyida uxlamagan kim qoldi? Egiz taqqa chiqqanda paypig'imni kim? Ustam,
Maçilek neçi bol? 10 koy. Abdulga nim boptu? Nima ishkandinglar? Nima ishchatdiq? Hammamiz bizning uyda aroq ichgandik. Uniga nima bo'ldi ekan tang? Qanchalik ishkandinglar? Hey, Recep adaş. Nim bo'ldi? Nima bo'ladi? Balaga qoldimmi nima? Qanday degan gap bu? Ko'rganli odam kimning uyda ishdinglar? Qanchalik ishdinglar? Nima ishdinglar? Nimani ichdik? Haq ichiyotgan, hukumat magazinda setayotganni ichdik. Nima bo'pti? Chu, sarangib qopdim nima bu haq? U kelibman bir nima degan? Bu kelibman bir nima degan? Nima bala qoldim bu haqqa? Qanday degan gap bu? Adamga oram bermay. Bir kuni Abdulning tuqqanlari Cho'laqterak degan joydan baxshilarni boshlab keldi. Og'inimizning taqdiri to'g'risida biror yangi gap anglayli deb Abdulning uyiga bordik. Tursun to'li sakrab ishni buzmasin deb uningga xabar qilmadik. Başılar şu o'xshamamdi? Ha, shu o'xshaydi. Cho'laqterak degan yerdan ekalgan bu baxshining chiroyi shunda qo'rqinishliki. Yo'q, og'inimizga chaplashgan har qanday olvosdimi bu baxshini ko'rsa, badar kechib ketgidek. Sizningcha og'inimizning bu kasalini saqayt qilib bo'ladimi? Ha? Saqayt etimiz. Nima kasallarni saqaytgan biz? Bak qo'rqidek emas. Yo'q, hech qancha qo'rqinchiligi yo'q. Bundan burun hali kasallarni saqaytgan biz. Karomat o'qib etimiz. O'qiydigan bo'lsak, hayron qolasizlar. Aqlinglar hayron qoladi. Shamollarib qolgan ancha cho'ng ish emas. Bundan burun hali kasallarni saqaytgan. Har qanday isirg'a odamni o'qiydigan bo'lsak, shu hamolla saqayib ketadi. Biz to'g'voqliganda yenidiroq turib ba'sizlar, juma. Ma'qul. Ma'qul. Bizga kerakli narsalarni vaqti-vaqtida akab ba'sizlar. Dostxon, dos, katman, ko'pa, yotqon, taki, bunda bir narsalarni vaqti-vaqtida akab ba'sizlar. Amin. Ya Rahmanirrahim, Allahu Ekber. Assalamu alaykum taqdiya, ayman qalam taqdiya, gözümüz sevan, ilah taqdiya, ilah taqdiya, mutlak ilimullah taqdiya.
Ballarım kirib qarab beqinglar. Azamtu Allah o'qiyman, jinga to'qim to'qiyman, jin sakrisa sakrason, man sakrimay o'qiyman. Piri o'ynayman, kelingla, 40 jildan kelingla, yet sulton kelingla, jilon tomchilikla kelingla. Daryo kashkalla kelingla, bulut min yalnız oğul, yalnız kız. Yalnız ocak, yalnız şam, oğru tiken, karı et. Yalnız yağaç, yalnız tam. Patkak olup akalla, eski tamda yatqalla. Tangri bəsun cacağını, cin şeytanға satqalla. Teri apırıp maytaqqa, nisi sattım boştaqqa. Yalnız dərəqqa köçürüdüm. Altın başıda bolsan köş, işleşide bolsan köş. Ağzını aç, aç. Bunu içsən şifa tapsan, aç. Bismillah deyib içcim ha. İçə. İşte. Habbali. Su. Su. Biz əmmimiz bilib bilməy, sezib səzməy g'oliblar və g'oyiblar, ulug'lar və posiqlar orasida yashaymiz. Bu yigit təşəmməs bir yerdə uxlab qolganchig'i shamolda uribdi. Mana o'zinglarmi ko'rdinglar. Men bilan tang o'qib chiqdi. Qarg'anda men kuch elishamag'idakman. Nim deydi ballarım? Vay, hech nim bo'lmabdi. Ozroq shamolda qolibdi deydi. Saqib ketdi bo'lmabdi. Saqib ketdi ekan. Opa, aka mushida ketibdi. Ha? Voy Xudoyim. Aka. Voy jinim bolam. Aka. Ko'zimni och. Voy bolam. Tonur beşida aqağa, qaqıldaydı navaydek, ona geldim kalığa. Gölge girsem hiç kim yok. Tutacasam bağcıda, anlamaydı herle. İkiz dakika çıkkanda, paypığım ne kim aldı? Akhalat mı, akhalat. Bağdı pişkan akhalat. Seni birden kömesem, çıdımaydı. Voy jinim bolam, voy jinim bolam. Qanday qilaman? O'g'illari ispirtin zaharlanib, nervi kasalligiga giriftar bo'libdi. Cho'ngroq shaharga olib borib, nervi kasalliklari doktorxonada davolasizlar. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Ansirmisizlar. Xotirjam bo'linglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat, o'tanroq qarab qo'yasiz. Vaqtida xabarni berib o'tasiz. Oldin yaxshiroq xabar berib qo'yasiz. Ma'qulimsan? Tomoq yeb bering, qo'shiq ichib qolmaysiz. Ma'qulimsan? Recep qani? Abdun yo'lga sağıl ketdi. Abdul nim bo'pti? Ha? Baxshibek o'qiyotdi-ki, sarang o'qib qopti. O. Rasma? Ras. Birdan saqlab tursangiz ustam kelib qola.
Bela ketinglar. Bo'ldi. Voy, manga. Quya chirakni quya. Ha? Ha? Hey, sanızlar nim bo'ldi, ha? Xudoya tavuk qildim, Rajab adash. Shu vaqt sen qaysi lentini qo'ygan bo'g'itding? Qulqumning tuvida jaranglab turdi. Ey, ahmoq. Nima deydigan O'tgan yili chaqan muzikaga sen bu yil usul o'ynamsan? Shuni deyman. Shu, men buni Abdulning qishig'iga yo'lga sap qo'yaylik-chi. Shunda qilaylik bo'lmasa. Shunda qilinglar. Men ashaga borsam, oldi bilan Abdul terini topaman. Gap degan Abduldan, usul degan meningdan. Nima qilsan qilib odam tunimaydigan yak berib bir qig'ini odam zag'i o'ldi-ku. Zerikmaymiz. Tursunni mang'iz uytib, endi Rajab ikkimiz o'zimizdan ansirab qoldik. Qirliq istakanda tang ichgandik. Oxir qandoq bo'lib ketdi? Bir-birimizni xili kunlargacha tinglab yurdik. Haftalar, oylar o'tdi. O'zimizda hech qanday bir g'ayirlik his qilmadik. Ustam, ma çileklerini qancha pul satla? Oy, ajab ajırmaydı bu. Man qarasla, man deyman. 13 koy berem la. 8 koy beraymi? Bo'pti, berdi. Oy, modaslarchi.
Abdul! Abdul! Abdul, ben... Abdul! Ko'zlaringga singib oq nurdek. Gumoningni yo'qotsam agar, sirg'ib tushib mangzingga yoshdek, sizildi bo'yoqsiz surat. Ko'zlaringga singib oq nurdek. Tashlab qo'ysam qalbingga chechak, qahring bilan tashlading julub, har bir bargisi yantaq tuyulub. Ko'zlaringga singib oq nurdek. Ko'rimsiz izitqu baxib, vijdoningni urib bir tastak. Ko'zlaringga singib oq nurdek. Sirg'ib tushsam mangzingga yoshdek, sizildi bulutsiz surat, o'chmaydigan abdil abad. Ko'zlaringga singib oq nurdek. Aradan bir yıl ötdi. Abdul bilan Tursun teki turayotgan shahardan odamning ishongizganligidek xabarlar kelib turdi. O ikkisi nerv kasalliklar doktorxonasida 3-4 oy davomida saqib chiqibdi. Abdul? Ha? Tursun teka? Ha? Tursun! Ey seni. Abdul teriç emas, o'quvchi vaqtidagi shoir qiyofasida esiga keldi. O hozir yangi uyda bosh ko'tarmay asar yozayotgandek. Uning she'rlariga na qofiya, na vazn, na turaq deganlarning keragi yo'qmish. Uning shamu chaynashmi ishmi, oyga qashatgan beka, tam tepsida manganda degan yangi asarlari shaharda qattiq g'ulg'ul qo'zg'atdi. Uning asarlariga qiziqchilarning o'zimi ancha tushunib ketmaydi ekan. Hatto uning loy o'ynasan qo'ling hash bo'ladi degan bir parcha asari mukofotga erishdi-dek. Obzorchilar uningga yangi uslub yaratgan asar deb baho beribdi. Shundoq bo'lsa-mu, shoirlikning kirimi tirchilikka yetmaydi ekan deb vaysab yurgidek. Şevşinot? Elak Mesut qilgan chaqlarda esi kelib qoladigan qiz saboqdishi hozirgacha turmushlik bo'lmagan ekan. Ikkisi tushib qoldi. Hoş bize. Hoş. Hoş.
Tursun Teki to'g'risidagi gaplarni anglasangiz texmi qiziq. Abdulning to'yida Tursun Teki qo'ldash bo'pti. Şu to'yda Tursun Teki qaltis bir usul o'ynabdi. Bu usul har qanday bir millatning har qanday muzikasiga tushaverdi ekan. Buni ko'rgan san'atkorlar Tursunni san'at umigiga qabul qildi. Tursun, ümigimiz kelgandan buyon ko'p tirishyotidi. Uning usul harakati o'zgacha. Tursunning bu qilig'i hargizim nervisidan ozg'anlik bo'lib hisoblanmaydi. Ba'zilar shundoq deb qaraydi. Bu amaliyotda inson ro'yining oshkorlanishi, badanni qamab turgan ishki hissiyotning partilishi, bir usul uchun bu xil ro'y holat tepilmaydigan ortiqchilik bo'lib hisoblandi. Bu usulda putning harakati mana mundaq bo'ladi. Qo'lning harakati bo'lsa, u yerdagi bir usul tadqiqotchisining aytishicha, Tursunning usul shakli dolan usuli, elisanimi, etika samosi, to'lg'imi usul, so'ralmi usul, noynoqlimi usul, sahro perisi qatorliq nozik harakatlarni o'ziga yig'inchoqlagan o'zgacha uslub. Ha? Uslub? Uslub degan nima degan gap bu? Ey, bir ishni boshqalarnikiga o'xshatmay qila olsang, uslub bo'ladi. Bo'ldi, o'mi tugidi, jura.
bu heliqi Portumal'daki kızdan surati ekan. O, mana to'y kuni tushgan Meni dadam qattiq tillamagan bo'lsa, seni xotining iliq ko'makxona solab qo'ymagan bo'lsa, biz moza iliqi nima edi? Uslub. Shuningdan bir nechini yarda ekanmiz a. Bo'lmasa, iliqi qirliq stakanda yana bir ichib baqandiq ya. Yo'q. Men ichmayman. Ay, maga, yana bir sinab baqayli. Qirliq stakan. Nima qirliq stakan? Iliqi bizning qo'shnimizni izlab kelgan qirliq stakanchi. Voy, iliq mehmongu bu. Özüm, sapsaqlı turman. Qo'limda joy yo'q. Odam g'alati bo'lib qoldi ekan. Mana bilib turibman. Avu turlik mulla magazini. Avu tudağın şapkiçinin dükkanı. Ketib olgan Rahimjongu ana. Odam g'alati bo'lib qoldi ekan. Qo'limda joy yo'q. Voy. Voy. Assalomu alaykum. Qandaroq ahvoling lafqilari? Va alaykum assalom. Yaxshi. Men sizlarni bir yerda ko'rgandeklik qilaman-ku. Shundaq, ko'rgan. Ko'rgan. O'zim Efkamey, Xodik. O'zim. Arvani bu yerga kela. Bo'ldi, to'xta. Arvoga chiqasizlar. Avayla, astroq, ha. Ukam, men akani uyga olib qo'ygan, ha? Uyingiz? 10 soatning yanidagi Xalt ko'chada. Men pulini berib o'tay. Bo'ldi. O'zim berman. Ukam sen haydava. Bo'ldi. Sizlar ketinglar. Rahmat. Bo'ptimsa, menga ukam. Hayda. Kallansak. Kallansak. Bunda joy yo'q. Kallansak. Bunda joy yo'q. Shuning bilan uning heliqi bir oqshomdagi o'ltirishda bizga qoldirgan chunqur ta'sirimi xiralashib ketgandek bo'ldi. Rajab ikkimizning qirliq istakanda yana bir ichib beqib, uslub yaratmoqchi bo'lgan payzimizmi havoga uchib ketdi. Aramızdan ikki sarangning chiqqinimi yeta deyishdik. Shundan tortib qirliq istakanda haroq turmoq, choy ichmaydigan bo'ldik. Jahonni tushunish aqli bizda bor. Nimishqa uxlaymiz tortishib qo'rak qaro atrofqa. Sizlardan nemini kutdi ko'zlar. Mehnat safarida
qolsun izimiz mardonada harakatda gapni oz so'zlar to'xtag'in ey do'stim sana gapim bor qayerdan kelding sen qayerga mongding yo'qmidi mungdushi mang'or hamroyim qaysi bir havasning o'tida yondim qora atrofga izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonala harakatda gapni oz so'zlar ko'z ochdik dunyoga vapor ishtida shodlik va qayg'uga bo'lib qo'sh kezar jahonni tushunish aqli bizda bor nimishqa uxlaymiz tortishib qo'rak qora atrofga izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonada harakatda gapni oz so'zlar ey do'stim amastur mong'ining borsi kanmas yo'l g'oyisi o'xshashla tepishar yo'lda mang'ayli quyoshni nishonlab udul